Voy, namuncha o'laveradi ku ish qilishga ham bermayapti-yu. Hammaga do'stlar, onatim Kompot yangi jonga xush kelibsizlar. Do'stlar, men yerda ish qilyaptim, kuchi o'layapti. Kimdir kuchini yo'qotib qo'ydim, qani ish qilib ko'raychi. Voy, namuncha ko'mani yeb qo'ymanglar. Men ketdim. Voy, namuncha, voy, jonim ketyapti mana. Obbo, namuncha ko'pchilar nima? Bu kimning kuchiga do'stlar? Tezroq qochishim kerak, men uyga kirib olishim kerak. Bitta kuchi bor ekan, davay bitta ishni qilmaydi. Hoppa, ishni yopib oldim. Voy, mamnun qaranglar, bug bo'lib qoldi. Namuncha ko'p kuchli qatdan keldi. Bitta odamniki emas bu kuchi. Juda ham ko'p kuchi. Mamnun qaranglar, kimning kuchiga bu? Voy, namuncha qanaqa qilib qatdan keldi, nebzani qishloq kelib qoldi. Mayli, hozir yaxshilab ko'ramiz tomdan bu kuchlarning qanchaligini. Men qizni qo'yib qo'yamiz, tomga chiqamiz uyimni. O qishloqlar salom. Kompot, sen boshqa tushmading bu yoqqa. Bo'ldi, boshqa tushmayman. Bitta kuch o'dib chiqsam, mana qaranglar ko'pligini. Bizni ham chiqardi endi, boshqa tushgimiz kelmayapti pastga. Men ham tushgim kelmayapti. Nimaga hammaligi bu yoqqa yig'ilib oldi? Bir marta chiqardim, men ham boshqa tushgim kelmayapti. Qishloqlar nima bu? Kompot, bilmadim, qayerdadir yomon kuchlar bu. Yovvoyi kuchlar, oddiy kuch emas, uy kuch emas bo'lar ekan. To'g'ri aytasan, qishloq uyi kuchuk emas, bu yovvoyi kuchuklar. Nima qilamiz endi? Bularni o'zimga o'rgatib olishim kerak qishloqlar. To'xtanglar, men bitta narsa o'ylab topdim. Suvi bormi, suvi? Skladda bor edi, skladga borish uchun ham bu kuchuklar yeb qo'yadi, o'sha skladga borguncha. To'g'ri, hozir bitta fikr kelib qoldi menga. Men kuchuklarni qaranglar, bularni o'zimga o'rgatishim kerak. Suvi esa skladda ekan. Hech men bitta narsa skrasich qilishim kerak. O'sha narsadan skladga borib olaman. Davay, bitta narsa skrasich qilaman. Hoppa, qurol, kirka. Tushundinglarmi, craft qilishimmi? Tak, yo'q, nabarot qilamiz. Hoppa, 50 bo'ldi do'stlar. Endi hozir shunaqa qilib o'ylab bilan bora olaman. Ana qishloqlar, davay. Hoppa, yoningga boraman. Hoppa, salom qishloqlar. Salom, Kompot, rostdan yo'qchimisan? O'zimga o'rgatmoqchiman. Qaranglar, menga hammasiga otdi. Bo'pti, qishloqlar, hozir qaytaman. Ehtiyot bo'l, Kompot. Bo'ldi, hoppa, keyin o'yam chiqoldim. Endi hozir shotdan skladga borishim kerak. Hoppa, voy, yerga tushib ketdim. Hoppa, ana kuchuklar ishini tezroq qolay. Hoppa, do'stlar, bo'ldi. Ana skladga ham kirib oldim. Endi suvel olishim kerak. Suvel etsa bo'ldi. Ana 56 suvel bor ekan skladda. Endi joyimga borib olishim kerak. Shularni o'rgatib olishim kerak. Mana kuchuklar, olinglar, suvellar, qorninglar och bo'lsa kerak. Qorninglarni to'lg'azmaydi, lekin yaxshi bo'lib qolasizlar. Injiq bo'lib qolmaysizlar unaqa. Olinglar kuchuklar, yaxshi bo'lib qolasizlar. Kimga yetmadi endi suvellar? Sizlarga yetmadimi suvellar? Do'stlar, rostdan ham o'rganyapti suvellarga. Kuchuklar suvellarni yaxshi ko'radi, lekin qornini to'ydirish kerak ularni. Menga o'rgamkayapti hammasi. Kompot, bo'ldi, hammasi o'zingga o'rgatdingmi? Men qarang, nima qilmayapti, bitta joyda turibdi. Mamnun qaranglar do'stlar, bo'ldi, o'zimga o'rgatdim hamma kuchuklarni. Kompot, lekin adashmasam buni o'rmondan kelgan kuchuklar. To'g'ri aytasan, qishloqqa bu kuchuk emas, 100%. Bu o'rmondan kelgan yovvoyi kuchuklar. Yaxshiyamki o'zimga o'rgatdim. Nima qilamiz endi bu shuncha kuchuklarni endi haydab yormaymiz u. To'g'ri aytasan, lekin haydab yorish bu kuchuklarni o'ziga ham yoqib ketyapti uje. Nimadir qilish kerak, nimadir o'ylab topish kerak. Balkim hammamizga bitta-bittadan olamiz, hamma qishloqlarni qo'shsa ham yetmaydi-yu. To'g'ri aytasan, qishloqlardan 10 barobar ko'p. Hammamiz 10 ta kuchukdan olmaymiz, to'g'rimi? Nimadir o'ylab topish kerak. Men kuchuklarni qaranglar, chiroyligini. Kompot, menga bitta zo'r fikr keldi. Xo'p, qanaqa ekan? Qara, biz boshpana quramiz bu kuchuklarga. Xohlaganlar bitta-bittadan o'ziga uyga olib ketadi. Zo'r o'ylab topding qishloqqa, lekin vobshe zo'r o'ylab topding. Zo'r fikr chiqsan-da. To'g'ri, sizlar boshpana quringlar, bo'lmasam ayni tillarda quringlar. Men bularni cho'miltirib, ovqatlantirib turaman. Ketdi. Do'stlar, mana bo'ldimi ovqatlantirishga narsalar oldim, qo'shlar. Bularni qovurishim kerak. Sal uzoqroq o'tamiz. Agar kuchuklar hidini sezib qolsa, hammalik buyoqqa kelib qoladi. Keyin pishmagan go'sht yeb qoladi. Davay ko'yib chiqamiz shunaqa ko'p-ko'pdan. Keyin o'qishib turish ham kerak. Mana qaranglar, 10 ta skоворodka oldim. 2 ta stak anaqam bor go'shim. Qorni to'ydirishim kerak kuchuklarni. Qishloqlar esa boshpana qurishyapti, kuchuklarga uy qurishyapti. Ko'mir ham qilaman tezroq pishish uchun. Bo'ldi, davay endi o'g'irib ham turish kerak bularni. Kuchuklar kelmasa bo'ldi, lekin keyin cho'miltirish kerak, ovqatlantirish kerak hammasini. Mayli, hozir qishloqlar boshpana quryapti, ularga uy quryapti yaxshigina qilib. Keyin qolganlar bitta-bittadan olib ketaverasizlar. Obunachilar, sizlar ham olib ketsanglar mumkin bizning qishloqqa. Voy, namchi tez kuyib ketmasin. Bo'pti do'stlar.
O bo'ldi do'stlar, uzr videoni o'chirdim, kuyib ketayotgandi. Shuning uchun sizlar bilan gaplashib, mana kuchli bo'ldim. Mana qaranglar, men sizlarga steak olib keldim. Mana buni qaranglar, hammaligi menga qarashini. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Mana olinglar, hammaliga yetadi. Ikkita stak bor menda. Go'shtlardan olinglar, go'shtlardan shirin chiqqan, o'zim pishirganman hammalarga. Hammaliga yetish kerak. Ikkitadan yo'rmanglar yana. Mana olinglar, hammaliga yetish kerak. Hammaliga bersam bo'ldi lekin bitta qolib ketmasin. Hammaliga olinglar, xohlagan mazza qilib yo'ringlar. Keyin cho'milishga boramiz sizlar bilan ko'lga. Mana hammaliga yetyaptimi, kimga yetmadi yana? Bo'ldi, yetdimi hammaliga yetyaptimi? Mazza qilib yebosizlarmi? Bo'ldi, meni yedirdim, sizlarga bilgam yetirdim. Senga yedirmadim shekil. Oppani yurakchi berdi menga. Bo'ldi, ana do'stlar, endi bilan cho'miltirishim kerak. Ketdi u hammalarni qorniga to'lgan bo'lsa, ko'lga borishimiz kerak, cho'milib chiqamiz. Qanaqadir sizlar kirsizlar. Mayli, ikkita gruppadan boramiz. Yarim-ta mamlakatdasizlar, yarim-ta keyin olib boraman. Namsiz ketasizlar, bo'pti, ketdi bo'lmasam yarim-ta shu qolinglar, yarim-ta bilan ketinglar. Hammalarni ulgurayman cho'miltirishga. Ketdi bo'lmasam ko'lga cho'milamiz. Mana kuchinglar, kelinglar cho'milamiz. Davay, cho'milinglar. Hammasini kelishini qaranglar. Neslar turibsiz? Kelinglar, sizlar ham cho'milinglar. Mamni qaranglar, o'sha xursand bo'lib kuchinglar. Menga yoqib ketyapti bular xursand. Namchi o'tib ketayman. Suvga tarorasizlar mana. Davay tushinglar, hammanglar halamlarni olib kirishim kerak. Yani yarimta kuchlarni qishloqqa kurayotganmikin bularga boshpana. Bo'pti, ketdim. Ikkinchi gruppasini olib kelay. Davay, qurininglar. Boshqa kuchlarni ham cho'miltirishim kerak. Men hali yarimta kuchim qolganyapti. Bo'ldi kuchlar, ana sizlarni cho'miltirdim. Bo'ldi, kapot xabarsiz bo'ldingmi? Biz ham xabarsiz bo'ldik, qur bo'ldi. Bo'pti, ketdi bo'lmasam o'sha sklad orqadamda ko'rsatganimda, o'sha yerda kapot zo'r qilib ko'rdinglar lekin. Yo'q, shu nomuncha, kattamichim. Voy, zo'r qilibsan qishloqlar. Zo'r chiqdi lekin kapot hamma yetadiganday qildim. Mana mashqga demak to'rttadan kuchuk sig'sa, to'rtta sig'adi lekin bu yoqqa. To'rttadan ikkita tepaga, ikkita pastga qilamiz. Hammalik sig'adi. Momentga ovqat yeydigan, o'ynaydigan narsalar qo'yish kerak. Bo'ldi, kapot. Hozir men narsalar olib kelib, ana bo'ldi, men narsalar oldim. Oynalar bilan yopib qo'yamiz. Voy, yaxshi qilib namsiz qildinglar. Mametga ovqat yeyish uchun qilibsizlar. Yaxshi, Mametga kuchli o'tish uchun, o'ynash uchun, hamma narsa qilish uchun, tirnog'ini o'tkir qilish uchun. Bo'ldi, yaxshi, qopdi hamma narsalar zo'r qishloqlar. Endi men yoqqa oynalar bilan yopib qo'yishim kerak, polla qilib. O'shanda yaxshi bo'ladi. Kuchlarni ham keyin chaqirsa bo'ladi. Mana qo'yib chiqaman. To'rtta, ikkita bu tepada, ikkita pastda bo'ladi. Bo'ldi, tiqilqo'malchiking ikkita past, ikkita tepada bo'ladi. Mana oyna bilan yopib qo'yamiz. Hech qanaqa reshotkalar ham panjaralar bilan yopib qo'ymaymiz bularni. Oynalar bilan yopib qo'yamiz haqiqiy. Davay, mana shu oynalar bilan yopib qo'yamiz. Mana yoqqa kuchlar chiqib o'ynash uchun narsalar qo'yib chiqamiz. Ochilib yopiladigan, bu yoqqa ham shuni qo'yib chiqamiz. Xullas, esidan chiqib qopti, gilam qo'yish esidan chiqib qopti. Bu yoqqa biz ish kerak, mana bunaqa gilamchalar qo'yib chiqamiz kichkina, ularga komfortli bo'lishi uchun. Keyin mashina qilib hammasini qilib chiqaraman, hamma kabinkalarni. Bo'ldi, shunaqa qo'yib chiqaraman. Nima bunaqa gilamchalar, kuchli uchun bunaqa oynalar chiqib ketmasligi uchun, chiqib ketish uchun bunaqa kichkina narsalar qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, cho'tki lekin o'zimga ham yoqib ketyapti. Mana bo'ldi, deyarli tayyor bo'lyapti hamma narsalar. Qishloqlar kuchlarni olib kirsanglar bo'ladi keyin. Mana bu yoqqa ham quraman. Bo'ldi, qishloqlar qilib bo'ldik hamma narsani. Kuchlarni olib kelsanglar bo'ladi. Wow, do'stlar, lekin menga juda ham yoqib ketyapti rostdan. Bu yerda o'zim ham yashirdim. Lekin o'zim uyim borimamni qaranglar, juda ham komfortli, juda ham zo'r chiqqan. O'zim ham yashirdim bu yoqda. Bo'ldi, hamma kuchlarni olib kelsanglar bo'ladi. Anaqa narsa qo'yib qo'ydinglar o'sha kuchlar. Ketdi sizlarga biz uy qurib qo'ydik. Ketdi, hammanglar qishloqlar bilan uy qurdik.
Hoppa, ana bo'ldi. Hammaliga yetadi o'yin. Mana bu yerda bir xil o'ynayapti, bir xil suv ichyapti, bir xil ovqat yeyapti, hammaligisini mazza qilishyapti. Ko'chada ham ozgincha o'ynashyapti. Ikkitagina uyi bor ko'chada ham. Yaxshi, bo'pti. Kuchuklar, sizlar yaxshi dam olinglar, zerikmayapti. Issiqqina, hamma narsa bor, suv bor, o'ynash uchun narsalar bor, ovqat ham bor, uxlash uchun komfortni juda ham zo'r, yumshoqqina, juda ham zo'r qilib qo'ydilar ekan. Endi sizlarga savol bor. Xohlaysizlarmi bu kuchini olib ketishga? Agar xohlasanglar, bemalol 10-qishloqqa kelib olib ketaveringlar bu kuchlarni. Bo'pti do'stlar, bugun biz qishloqlar bilan boshpana qurdik, uy qurdik. Kuchlar uchun like bosishni, obuna bo'lishni esdan chiqmasa, hammaga qarshi sog' bo'linglar.